farzandlarimni urib burunlarini qonatib tashlagan paytlarim ham bo'lgan ekan. Shunaqa bir ruhimni tozalab chiqib ketdi. Meni mana shu to'g'ri yo'lga tushishimga Aizapam sababchi bo'lyapti. Nexia 3 oldik, $1000 chek yutdim. Avvalambor assalomu alaykum. Toshkent viloyati Olmaliq shahridan Tursunova Nargizaman. Shu darajada bo'lgan ekanmi, farzandlarimni urib burunlarini qonatib tashlagan paytlarim ham bo'lgan ekanda. Hozir mana efir paytida farzandlarimdan ham uzr so'rayman. Alloh oldida uzr so'rayman. Ishlayman, davlat ishida ishlayman. Uyga kelsam xuddi nemis xotinidek bo'lganman, ayolidek bo'lganman. Farzandlarimni urishib, sal narsaga asabiylashib, qaynonalarimga ham qaramay urib tashlar ekanman-da. Shu darajada. Shunga qatnashishim kerak desa, hech anglamas ekanman. Borgan sari har doim aytaverdi xo'jayinim. Keyin qizlarim aytishni boshladi. Aya bir qatnashsangiz bo'lar ekan. Har bittasini so'zma-so'z yozaman-da, mulohaza qilaman. Men shu yerda shunaqa xato qilgan ekanman. Butun bir psixologiya bor-da. Shunaqa bir ruhimni tozalab chiqib ketdi. Shunaqa bloklarim, shunaqa yengil yechilaverdi. Har bitta ayol o'qish kerak ekan degan fikr keldi. Ongimizni tozalashimiz kerak ekan. Aslida 3-darsimda biznesimda ko'tarilish birdaniga boshlandi. Kran qaydimni AGMKda. Kran ochsa razryadimni birdaniga 4-razryad qilib berdi. Oyliklarim oshib boshladi. Shunaqa o'zim aytdim. Demak, bu to'g'ri. Menga Alloh sababchi qilib Aizapamni jo'natdi. Meni mana shu to'g'ri yo'lga tushishimga Aizapam sababchi bo'lyapti. Demak, men oxirigacha o'qiyman. Oyma-oy yutuq bo'lib kelyapti-da hozir. Mashina oldik. Aytyapman, va borgan sari uyimizni barakasi shunaqa ko'tarilib ketdi. Turmush o'rtog'im menga nisbatan umuman boshqacha. Mana ko'rdingmi? O'zi aytadi. Ustozingga rahmat. Erni rozi qilsang, doim yuzing yorug' bo'ladi, xotin. Nexia 3 oldik. Nexia 3 olgandan keyin $1000 chek yutdim kompaniyadan. Keyin $400 chek yutdim. Cobalt haydagim kelyapti deb oddiy aytganda yozib qo'ydim. Ishonasizmi? Mana bir hafta bo'ldi Cobalt oldim. Farzandlarimizni kelajagi ham o'zgarar ekanda. Qadam bosishlari ham o'zgarar ekan. Shunaqa xursandman hozir qizlarimga. Qizlarim, orzularingni, maqsadlaringni yozinglar, bolajonlarim. O'zim umuman oxiri yo'q maqsadlarim. Sizni uchratganiga shukr. Meni mana shunday nima bo'lishligimga sababchi qilganingiz uchun katta rahmat. Orzu qilardim, maqsad qilardim. Juda ham qiyin anaqa vaziyatlarda ekan. Ilohim menga ham farzand yana bersin, o'g'il farzand bersin der edim. Homiladorman, mana 8 oy o'g'il deyishdi. Juda ham xursandman. Turmush o'rtoqlar, iltimos, ayollaringizni o'sishiga, o'qishiga, bilim olishiga, ruhan shunaqa chiroyli yashashiga sizlar ham imkon beringizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar. Bloklari yechadi. Hayotga bo'lgan qiziqishi umuman o'zgaradi. Hayotga bo'lgan yashashi, nimaga kelgani, nimaga qay tomonga qarab ketayotganini anglab yetar ekan inson.